Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men sizga juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. 1 avgustdan pensiya yangi hisoblanishi, yangi qoidalar, kimlar bunga e'tibor berish kerak. Kimlar xotirjam bo'lishi mumkin va eng asosiysi hujjatlarda xatolik bo'lsa odam o'z pensiyasidan qanday qilib yutkazib qo'yishi mumkin. Bu ma'lumot faqat bugun pensiya olayotganlarga emas. Ertaga pensiyaga chiqadigan har bir ishlovchi, har bir tadbirkor, har bir o'qituvchi, hamshira, quruvchi, haydovchi, dehqon, bozorda ishlagan odam va chet elda mehnat qilgan fuqaroga ham tegishli. Men sizdan iltimos qilaman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki ayrim joylarda bitta kichik hujjat, bitta noto'g'ri yozilgan ish staji yoki bitta tasdiqlanmagan ish haqi odamning oyma-oy oladigan pensiyasiga ta'sir qilishi mumkin. Kanalga hoziroq obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki bunday ogohlantirishlar ko'pchilikka yetib borishi kerak. Avval pensiya hisoblashda ko'pchilik bir narsani bilardi. Qancha ko'p ish staji bo'lsa, qancha yuqori oylik rasmiy ko'rsatilgan bo'lsa, pensiya shuncha yuqoriroq chiqadi. Lekin amalda hamma narsa bunaqa oddiy emas edi. Chunki ish stajini tasdiqlash uchun mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi bo'yicha spravka, sug'urta badallari yoki ijtimoiy soliq to'langan davrlar, ayrim hollarda sud orqali tasdiqlangan ma'lumotlar kerak bo'lardi. Endi esa 1 avgustdan keyin yangicha tartib raqamli ma'lumotlarga ko'proq tayanish. Elektron bazalardagi yozuvlar, rasmiy daromad va to'lovlar alohida ahamiyat kasb etadi. Men bu yerda bir narsani aniq aytaman. Pensiya masalasida eng katta xato odamning men ishlaganman-ku demak hisobga olinadi deb o'ylashidir. Yo'q, faqat ishlagan bo'lishning o'zi yetmaydi. Ishlagan davringiz rasmiy tasdiqlangan bo'lishi, ish beruvchi sizni ro'yxatdan o'tkazgan bo'lishi, daromadingiz bo'yicha ma'lumotlar bazada ko'ringan bo'lishi kerak. Agar siz 10 yil ishlagan bo'lsangiz, lekin faqat 4 yil hujjatda ko'rinsa, pensiya hisobida ham ko'pincha shu tasdiqlangan davrlar ko'proq ahamiyatga ega bo'ladi. Oldin ko'p hollarda odamlar pensiyaga yaqin qolganda arxiv izlashni boshlardi. Masalan, 1995 yildagi zavod yopilgan, 2002 yildagi firma nomi o'zgargan, 2010 yildagi ish beruvchi yo'q bo'lib ketgan. Odam esa men o'sha yerda ishlaganman deydi. Lekin pensiya jamg'armasi yoki mas'ul organ sizdan dalil so'raydi. Dalil bo'lmasa, bu davrni hisobga olish qiyinlashadi. Yangicha tartibda aynan mana shu narsa yanada muhim bo'ladi. Kimning ma'lumotlari elektron tizimlarda to'liq bo'lsa, u kamroq yuguradi. Kimning hujjatlari chala bo'lsa, u oldindan harakat qilishi kerak. 1 avgustdan boshlab pensiya hisobida asosiy e'tibor rasmiy ma'lumotlarga, elektron bazalardagi ish staji va daromad ko'rsatkichlariga, shuningdek ijtimoiy to'lovlar to'langan davrlarga qaratiladi. Bu oddiy tilda nimani anglatadi? Agar siz rasmiy ishlagan bo'lsangiz, ish beruvchi siz uchun ijtimoiy soliq yoki zarur to'lovlarni to'lab borgan bo'lsa, daromadingiz tizimda ko'ringan bo'lsa, pensiya hisoblashda bu ma'lumotlar asos bo'ladi. Agar daromadingiz konvertda berilgan bo'lsa, rasmiy oyligingiz juda past ko'rsatilgan bo'lsa yoki umuman shartnomasiz ishlagan bo'lsangiz, bu kelajakdagi pensiyangizga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Masalan, 2 odamni olaylik. Birinchi odam 20 yil davomida rasmiy ishlab, oyga o'rtacha 4 million so'm ish haqi olgan va ish beruvchi barcha to'lovlarni to'lagan. Ikkinchi odam ham 20 yil ishlagan, lekin rasmiy oyligi 20 million so'm qilib ko'rsatilgan. Qolgan pul qo'lga berilgan. Ish tajribasi bir xil ko'rinadi, lekin pensiya hisobida farq chiqishi mumkin. Chunki tizim qo'lga berilgan pulni ko'rmaydi. Pensiya sizning haqiqiy og'zaki daromadingizga emas, rasmiy tasdiqlangan daromadingizga qarab shakllanadi. Yana bir misol. Ayol kishi 1938 yildan 2008 yilgacha tikuv sexda ishlagan, keyin bolalar tarbiyasi bilan uyda bo'lgan, keyin yana 2016 yildan rasmiy ishga kirgan. Agar tikuv sexi o'sha paytda xodimlarni rasmiylashtirgan bo'lsa, mehnat daftarchasida yozuv bo'lsa, arxivda buyruqlar saqlangan bo'lsa, u davr staji kiritilishi mumkin. Lekin sexda norasmiy ishlagan bo'lsa, faqat og'zaki kelishuv bo'lgan bo'lsa, keyin men ishlaganman deb aytishning o'zi yetarli bo'lmaydi. Shuning uchun men doim aytaman, pensiyaga chiqishga 5 yil, 10 yil bor deb befarq bo'lmang. Hujjatni ertaroq tekshiring. Birinchi navbatda mehnat faoliyatida tanaffus ko'p bo'lganlar ehtiyot bo'lishi kerak. Masalan, bir necha yil ishlagan, keyin uyda bo'lgan, keyin boshqa joyga kirgan, keyin chet elga ketgan, keyin qaytib kelgan odamlar. Bunday holatda har bir davr alohida tekshiriladi. Qaysi yillarda rasmiy ishlagansiz, qaysi yillarda to'lov bo'lgan, qaysi davrlar stajga kiradi, qaysilari kirmaydi.
Bularni oldindan aniqlab olish kerak. Ikkinchi guruh xususiy sektorda ishlaganlar. Ayniqsa kichik firma, savdo do'koni, kafe, seks qurilish brigadasi, transport xizmati, dehqonchilik yoki mavsumiy ishlarda ishlaganlar juda diqqatli bo'lishi kerak. Chunki ba'zi ish beruvchilar xodimni rasmiylashtirmagan. Ayrimlar rasmiylashtirgan bo'lsa ham oylikni minimal ko'rsatgan. Ayrimlar esa hujjatlarni to'liq yuritmagan. Bugun ish beruvchi bor. Ertaga yopilib ketadi. Keyin arxiv topish qiyin bo'ladi. Uchinchi guruh chet elda ishlagan fuqarolar. Chet elda ishlashning o'zi avtomatik ravishda O'zbekistondagi pensiya stajiga qo'shilib ketadi deb o'ylash xato. Qaysi davlatda ishlagansiz? U davlat bilan qanday kelishuv bor? Siz u yerda rasmiy ishlaganmisiz? To'lovlar qayerga ketgan? Bular muhim. Agar siz Rossiya, Qozog'iston, Koreya, Turkiya yoki boshqa davlatda ishlagan bo'lsangiz, o'sha davrlarni qanday tasdiqlash kerakligini oldindan so'rab biling. Ayrim hollarda xorijdagi ish faoliyatini tasdiqlovchi hujjatlar tarjima qilinishi, notarial tasdiqlanishi, apostil yoki konsullik tasdig'i talab qilinishi mumkin. 4-guruh o'zini o'zi band qilganlar va yakka tartibdagi tadbirkorlar. Ko'pchilik men tadbirkorman, demak pensiyam bor deb o'ylaydi. Aslida esa asosiy savol shunday: siz tegishli tartibda ro'yxatdan o'tganmisiz? To'lovlarni vaqtida qilganmisiz? Faoliyatingiz davriy elektron bazada ko'rinadimi? Agar to'lovlar uzilib qolgan bo'lsa, ayrim oylar yoki yillar pensiya hisobida kutilgandek aks etmasligi mumkin. Davlat tashkilotida doimiy rasmiy ishlagan, mehnat daftarchasi to'liq, ish haqi ma'lumotlari bazada bor, soliq va ijtimoiy to'lovlar uzluksiz bo'lgan odamlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin. Masalan, 30 yil maktabda o'qituvchi bo'lib ishlagan, ish joylari aniq, buyruqlar arxivda, ish haqi rasmiy bo'lgan odamda muammo kamroq bo'ladi. Lekin men baribir umuman tekshirmasa ham bo'ladi demayman. Chunki ba'zan bir harf xatosi, familiya o'zgarishi, pasport almashganda ma'lumot mos kelmasligi, eski mehnat daftarchasidagi muhr noaniq bo'lishi ham ortiqcha savollar keltirib chiqaradi. Masalan, ayol turmushga chiqqandan keyin familiyasini o'zgartirgan. Mehnat daftarchasining boshida eski familiya, keyingi hujjatlarda yangi familiya. Agar nikoh guvohnomasi familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat bo'lmasa, tizimda yoki tekshiruvda savol tug'ilishi mumkin. Bu kichik narsa bo'lib ko'rinadi. Lekin pensiya tayinlash jarayonida har bir moslik muhim. Tasavvur qiling, Akmal aka 60 yoshga yaqinlashyapti. U 1993 yildan 2005 yilgacha zavodda ishlagan. 2006 yildan 2012 yilgacha xususiy qurilish firmalarida bo'lgan. 2013 yildan hozirgacha rasmiy korxonada ishlayapti. Umumiy hisobda u men 30 yildan o'sha ishladim deydi. Lekin hujjat tekshirilganda zavod davri arxividan chiqdi. Hozirgi ish joyi bazada bor. Lekin 2006-2012 yillardagi qurilish firmalari bo'yicha yozuvlar chala. Natijada 6 yil atrofidagi davr savol ostida qoladi. Agar bu davr tasdiqlanmasa, pensiya miqdori kutilgandan past chiqishi mumkin. Akmal aka uchun eng to'g'ri yo'l o'sha firmalarning stir ma'lumotlarini topish, ishga kirish va ishdan bo'shash buyruqlarini izlash, ish haqi ma'lumotnomasini olish, arxivga murojaat qilish. Yana bir holat. Dilnoza opa 25 yil ishlagan, lekin taksil davomida kichik do'konda sotuvchi bo'lgan. Do'kon egasi sizni rasmiy qilganman degan, lekin hujjat yo'q. Dilnoza opa pensiya yoshiga yetganda o'sha davrni qo'shmoqchi bo'ladi. Agar mehnat shartnomasi, buyruq, oylik to'langanini ko'rsatuvchi hujjat, soliq to'lovlari yoki boshqa rasmiy dalil bo'lmasa, bu 8 yilni isbotlash qiyin bo'ladi. Shu sababli bugun ishlayotgan sotuvchi, ofitsiyant, tikuvchi, haydovchi, usta va yordamchi xodimlar ish beruvchidan rasmiy hujjat talab qilishdan uyalmasligi kerak. Yana bir misol. Bahrom aka yakka tartibdagi tadbirkor bo'lgan. 10 yil davomida faoliyat yuritgan. Lekin ayrim yillari soliq va ijtimoiy to'lovlarni to'liq qilmagan. Pensiya hisobida tadbirkorlik davri faqat ro'yxatdan o'tganlik bilan emas, to'lov intizomi bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin. Agar 10 yilning faqat 6 yilida zarur to'lovlar aks etgan bo'lsa, qolgan 4 yil bo'yicha savol tug'iladi. Shuning uchun tadbirkorlar, shaxsiy kabinet, soliq organlari ma'lumotlari va pensiya tizimidagi yozuvlarni solishtirib ko'rishi kerak. Asosiy xavf shundaki, odam pensiya yoshiga yetgandan keyin vaqt kam bo'ladi. Hujjat topish esa ba'zan bir necha hafta emas, bir necha oy davom etadi. Eski tashkilot tugatilgan bo'lsa, hujjatlar qaysi arxivga topshirilganini aniqlash kerak. Agar arxivda ma'lumot yo'q bo'lsa, boshqa dalillar kerak bo'ladi. Ba'zida sobiq hamkasblar guvohligi sud tartibi.
eski buyruqlar nusxasi, ish haqi vedomosti yoki boshqa hujjatlar masalani hal qilishi mumkin. Lekin bu jarayon oson emas. Yana bir xavf, odam pensiya miqdorini noto'g'ri kutadi. Qo'shnim 2 million olyapti. Men ham shuncha olaman degan yondashuv to'g'ri emas. Har bir odamning staji, ish haqi to'lovlari, imtiyozli davrlari, ish turi, hujjatlari alohida. Ikki odam bir xil yoshda bo'lishi mumkin, lekin pensiyasi farq qiladi. Sababi biri rasmiy yuqori oylik olgan, ikkinchisi past oylik ko'rsatilgan. Biri uzluksiz ishlagan, ikkinchida tanaffuslar bo'lgan. Biri hujjatlarni to'liq saqlagan, ikkinchida isbotlash qiyin bo'lgan. Endi men ayrim nozik joylarni tushuntiraman. Birinchisi, har qanday ish davri avtomatik stajga kirmaydi. Stajga kiritish uchun u davr qonuniy asosda tasdiqlanishi kerak. Bu mehnat daftarchasi, elektron mehnat tarixi, ish beruvchi buyruqlari, arxiv ma'lumotnomasi, soliq va ijtimoiy to'lov ma'lumotlari orqali bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, bolani parvarishlash davrlari, harbiy xizmat, o'qish davri, nogironlik bilan bog'liq holatlar. Zararli yoki og'ir sharoitdagi ishlar bo'yicha alohida qoidalar bo'lishi mumkin. Bularni oddiy ish staji bilan aralashtirmaslik kerak. Masalan, kimdir men institutda 5 yil o'qidim, demak 5 yil ish stajim bor deb o'ylaydi. Bu masala har doim ham bunda ishlamaydi. Qaysi davr, qaysi hujjat, qaysi qonuniy asos bo'yicha hisobga olinishi tekshiriladi. Uchinchisi, imtiyozli pensiya masalasi. Ayrim kasblarda muddatidan oldin pensiyaga chiqish yoki alohida hisoblash tartibi bo'lishi mumkin. Lekin buning uchun men og'ir ishda ishlaganman deyish yetmaydi. Ish joyi, lavozimnoma, sharoit, ro'yxatga moslik, mehnat sharoiti bo'yicha hujjatlar kerak bo'ladi. Masalan, kon, kimyo, metallurgiya, ayrim tibbiyot yo'nalishlari, pedagogik faoliyat yoki boshqa maxsus sohalarda aniq hujjat talab qilinadi. To'rtinchisi, familiya, ism, otasining ismi va tug'ilgan sana xatolari. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Mehnat daftarchasida Abdullayev yozilgan, pasportda Abdullayev yoki boshqa imlo. Bir hujjatda tug'ilgan sana 1934 yil 2 may, boshqasida 1934 yil 20 may. Bunday xato kichik ko'rinadi, lekin pensiya tayinlashda hujjatlarni bir odamga tegishli ekanini isbotlash kerak bo'ladi. Shuning uchun barcha hujjatlaringizdagi ma'lumotlarni solishtirib chiqing. 5-si, norasmiy ishlagan davrlar. Agar siz kimningdir uyida enaga, qarovchi, uy ustasi, haydovchi, bog'bon yoki yordamchi bo'lib ishlagan bo'lsangiz, lekin hech qanday shartnoma bo'lmasa, keyin buni pensiya uchun tasdiqlash juda qiyin. Bugungi kunda o'zini o'z band qilish, rasmiy shartnoma tuzish, to'lovlarni ko'rsatish imkoniyatlari bor. Kelajak pensiyasi uchun bugungi rasmiylik muhim. Endi eng muhim qismga kelamiz. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Men buni oddiy qadamlar bilan tushuntiraman. Birinchi qadam, ish stajingizni tekshiring. Qaysi yildan qaysi yilgacha qayerda ishlagansiz, alohida ro'yxat qilib yozing. Har bir ish joyi bo'yicha tashkilot nomi, manzili, lavozim, ishga kirgan sana, ishdan bo'shagan sana, o'sha paytdagi rahbar yoki kadrlar bo'limi ma'lumotlarini eslab yozing. Bu ro'yxat keyin hujjat yig'ishda juda kerak bo'ladi. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangizni ko'rib chiqing. Unda barcha ish joylari yozilganmi? Muhrlar aniqmi? Buyruq raqamlari bormi? Ishga kirish va bo'shash sanalari mosmi? Agar yozuv noaniq bo'lsa, hozirning o'zida sobiq ish joyingizga yoki arxivga murojaat qiling. Pensiya yoshiga yetgandan keyin bu ish ancha qiyinlashadi. Uchinchi qadam, elektron ma'lumotlarni tekshiring. MyAKKUZ, soliq organlarining shaxsiy kabineti, mehnat bo'yicha elektron tizimlar yoki pensiya jamg'armasi bilan bog'liq xizmatlar orqali o'zingiz haqingizdagi ma'lumotlarni ko'ring. Agar biror davr chiqmayotgan bo'lsa, bu darhol muammo degani emas, lekin aniqlashtirish kerak degani. To'rtinchi qadam, ish haqi bo'yicha ma'lumotlarni tekshiring. Pensiya faqat stajga emas, ko'p hollarda rasmiy daromadga ham bog'liq. Agar sizda yuqori oylik bo'lgan davrlar bo'lsa, o'sha davrlar bo'yicha rasmiy ma'lumotlar saqlanganini aniqlang. Ayniqsa eski yillardagi ma'lumotlar uchun arxivdan ish haqi ma'lumotnomasi kerak bo'lishi mumkin. 5-qadam, hujjatlarni oldindan yig'ing. Pasport yoki ID karta, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, nikoh yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi guvohnoma, bolalar tug'ilganlik guvohnomasi, nogironlik yoki imtiyozli ish sharoitini tasdiqlovchi hujjatlar, ish haqi ma'lumotnomalari, arxiv javoblari, tadbirkorlik bo'yicha ro'yxat va to'lov hujjatlari alohida papkada tursin. Hujjatning asl nusxasi va nusxasini ajratib qo'ying. 6-qadam, agar xato topsangiz, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Mas'ul tashkilotga yozma ariza bering. Ariza aniq yozing, qaysi davr,
qaysi tashkilot, qaysi hujjat bo'yicha ma'lumotni tekshirishni so'rayapsiz. Arizani qabul qilganlik belgisi yoki elektron murojaat raqamini saqlang. Chunki keyin men aytgandim degan gap emas, yozma dalil ishlaydi. 7-qadam pensiya yoshi yaqinlashgan bo'lsangiz, 6 oy yoki 1000 yil oldin tayyorgarlikni boshlang. Bu juda muhim. Ko'pchilik oxirgi oyda yuguradi. Keyin hujjat yetishmaydi. Arxiv javobi kechikadi, pensiyasi tayinlash cho'ziladi yoki miqdori kutilgandan past chiqadi. Oldindan tekshirgan odam esa muammolarni bosqichma-bosqich hal qiladi. Agar sizda pensiya hisobiga oid savol bo'lsa, yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. Shuningdek, Davlat xizmatlari markazi, myTOGGOV.uz portali, soliq organlari, sobiq ish joyingiz, tashkilot arxivi yoki davlat arxivlari orqali ma'lumot olishingiz mumkin. Agar ish joyi tugatilgan bo'lsa, uning hujjatlari qaysi arxivga topshirilganini aniqlash kerak. Buni ko'pincha hokimlik, arxiv idoralari yoki tegishli reyestr ma'lumotlari orqali bilish mumkin. Murojaat qilganda pensiyamni hisoblab bering deb umumiy aytishdan ko'ra, aniq savol bilan boring. Masalan, 1998-yildan 2004 yilgacha falon tashkilotda ishlagan davrim stajda ko'rinmayapti. Shu davrni tasdiqlash uchun qanday hujjat kerak? Yoki 2012 yildagi ish haqi ma'lumotim bazada yo'q. Sobiq ish beruvchidan qanday ma'lumotnoma olishim kerak? Aniqlik bo'lsa, javob ham aniqroq bo'ladi. Agar rad javobi olsangiz, uni ham yozma shaklda oling. Chunki yozma rad javobida sabab ko'rsatiladi. Sababni bilsangiz, keyingi qadamni tanlaysiz. Qo'shimcha hujjat topshirasizmi? Arxivga borasizmi? Xatoni tuzattirasizmi yoki huquqiy tartibda e'tiroz bildirasizmi? Og'zaki rad javobi bilan uyga qaytib ketmang. Eng ko'p uchraydigan birinchi xato hujjatlarni yo'qotish. Eski mehnat daftarchasi, buyruq nusxasi, ish haqi ma'lumotnomasi, arxiv javobi, hatto eski shartnoma ham kerak bo'lib qolishi mumkin. Ularni oddiy qog'oz deb tashlab yubormang. Ikkinchi xato, norasmiy oylikka rozi bo'lish. Bugun qo'lga ko'proq pul olayotgandek tuyuladi, lekin ertaga pensiya kam chiqishi mumkin. Ish beruvchi sizga rasmiy minimal qolganini naqd beramiz desa, buning oqibatini tushuning. Siz bugun qulaylik olayotgandek bo'lasiz, lekin kelajakdagi ijtimoiy kafolatlaringiz kamayadi. Uchinchi xato, hali vaqt bor deyish. Pensiya masalasida vaqt borligi yaxshi, lekin faqat tekshirishni bugun boshlasangiz. 20 yil oldingi hujjatni topish har yili qiyinlashadi. Tashkilotlar yopiladi, arxivlar ko'chadi, odamlar almashadi, hujjatlar eskiradi. 4-xato, boshqalarning tajribasiga qarab xulosa qilish. Qo'shningiz, qarindoshingiz yoki hamkasbingizda bir xil holat bo'lgandek ko'rinishi mumkin, lekin hujjatlar boshqacha bo'ladi. Pensiya individual hisoblanadi. Shuning uchun siz o'zingizning ma'lumotlaringizni tekshirishingiz kerak. 5-xato, ijtimoiy tarmoqlardagi vahimali gaplarga ishonish. Har bir yangilikni rasmiy manbadan tekshiring. Men ham sizga shuni maslahat beraman. Eshitgan xabaringizni pensiya jamg'armasi, hukumat qarorlari, rasmiy portal yoki mutaxassislar orqali aniqlashtiring. Vahima qilish kerak emas, lekin beparvo bo'lish ham mumkin emas. 1 avgustdan keyin eng to'g'ri yondashuv o'z pensiya huquqlaringizni inventarizatsiya qilishdir. Ya'ni o'zingiz haqingizdagi barcha mehnat va daromad ma'lumotlarini tartibga keltiring. Siz bugun pensiya oluvchi bo'lsangiz ham qayta hisoblash, qo'shimcha hujjat taqdim etish yoki xatoni tuzatish imkoniyatlari bo'yicha maslahat oling. Agar siz hali pensiyaga chiqmagan bo'lsangiz, kelajakdagi pensiyangizni himoya qilish uchun hozirdan rasmiy ishlang. To'lovlarni kuzating. Ish beruvchidan shartnoma va buyruq talab qiling. Agar siz pensiya olayotgan bo'lsangiz va mening pensiyam kam hisoblangan bo'lishi mumkin deb o'ylasangiz, avvalo hissiyot bilan emas, hujjat bilan ish tuting. Pensiya tayinlashda qaysi stajlar hisobga olingan, qaysi ish haqi davrlar olingan, qaysi hujjatlar asos bo'lganini aniqlang. Keyin yetishmayotgan davrlar bo'yicha dalil toping. Agar dalil topsangiz, qayta ko'rib chiqish uchun murojaat qilishingiz mumkin. Agar siz ishlayotgan bo'lsangiz, har yili kamida bir marta elektron mehnat tarixingiz va rasmiy daromadingizni tekshirib turing. Bu xuddi bank kartangizdagi pulni tekshirgandek oddiy odat bo'lishi kerak. Chunki pensiya ham sizning kelajakdagi daromadingiz. Bugungi ma'lumot ertaga natija beradi. Aziz tomoshabinlar, 1 avgustdan pensiya yangicha hisoblanishi haqidagi eng muhim ogohlantirish shuki, pensiya masalasida rasmiy hujjat, elektron baza, ish staji va rasmiy daromad hal qiluvchi ahamiyatga ega. Kimning hujjati to'liq bo'lsa, u o'z haqqini olishda ancha ishonchli turadi. Kimning hujjatlari
Chala bo'lsa bugundan boshlab harakat qilish kerak. Men yana bir bor takrorlayman. Ishlaganman degan gapning o'zi yetmaydi. Ishlaganingizni tasdiqlovchi hujjat kerak. Oylik olganman degan gapning o'zi yetmaydi. Rasmiy daromad ko'rinishi kerak. Tadbirkor bo'lganman degan gapning o'zi yetmaydi. Ro'yxat va to'lovlar tartibda bo'lishi kerak. Chet elda ishlaganman degan gapning o'zi yetmaydi. Hujjatlar qonuniy tasdiqlanishi kerak. Hozir sizdan so'rayman. Siz o'z ish tajingizni tekshirib ko'rganmisiz? Mehnat daftarchangizda hamma yozuvlar joyidami? Elektron bazada ish joylaringiz ko'rinyaptimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Chunki boshqalarning tajribasi ham ko'pchilikka foyda beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Bu ma'lumot ota-onangiz, turmush o'rtog'ingiz, aka-ukangiz, opa-singlingiz yoki hozir ishlayotgan farzandlaringiz uchun ham juda muhim bo'lishi mumkin.